Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchilar. Avvalambor yaratgan Tangrimga ham salomlar olsin. Mana ayolimi shu yuragi bezovta qilganligi uchun olib kelgandik. Nima bor shu kardiologiyaga olib kelib tekshirtirgandi. O'zimiz ham kutmagan holatda bitta yuragidan miyoma hamma trauma bor deb aniqlashdi va zudlik bilan operatsiya qilish kerak deb tashxis qo'yib berishdi. Mana hozir alhamdulillah Xudoga shukr zudlik bilan operatsiya qilindi. Operatsiyamiz bir kun ichida qilindi. Xudoga shukr hozir bolalarim tan joni sog', ahvoli yaxshi. Endi doktorlarimiz tashxisida bitta 6 santimetrda trauma bor hamda miyoma bor. Kamerani ikki oq qismida ham bor deb tashxis qo'yib berishdi. Xudoga shukr, hozir ahvollari bir yaxshi. Mana hozir kelayotganimizga boringki bir 10 kuncha bo'lib qolgan bo'lsa, ahvoli ancha yaxshi. Xudo xolasa mana yana 1-2 kun ichida javob beramiz deyishyapti. O'zi tik oyog'ida yurib chiqib ketadi degan umiddamiz. Xudo xolasa doktorlarga ham rahmat. Shunday sharoitlar qilib bergan mana yurtboshimizga, Farg'ona viloyat hokimiga hamda prezidentimizga rahmat. Ular sog' bo'lsin. Doktorlarimizni qo'li nihoyatda yengil kelib shu yerda davolanishlarini tavsiya qilaman. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar.